AQSh 75 ta mamlakat fuqarolari uchun viza berishni to'xtatmoqda. Ro'yxatda O'zbekiston ham bor. AQSh Davlat departamenti 75 mamlakat fuqarolari uchun immigratsion vizalarni rasmiylashtirishni to'xtatishga qaror qildi. Bu haqida Fox News telekanali xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, mazkur cheklovlar immigratsiya jarayonlarini qayta ko'rib chiqish va ariza beruvchilar ustidan nazoratni kuchaytirish maqsadida joriy etilmoqda. Yangi tartib 21 yanvardan kuchga kiradi va muddatsiz amal qiladi. Fox News ma'lumotlariga ko'ra, cheklovlar qo'llaniladigan davlatlar ro'yxatiga Rossiya, Afg'oniston, Braziliya, Misr, Eron, Iroq, Yaman, Nigeriya va Tailand kirgan. Shuningdek, Markaziy Osiyo davlatlaridan O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston ham ushbu ro'yxatdan joy olgan. AQSh Davlat departamenti vakilining ta'kidlashicha, qaror ijtimoiy ta'minot va davlat nafaqalaridan foydalanishi mumkin bo'lgan xorijiy fuqarolarning mamlakatga kirishini cheklashga qaratilgan. Shu munosabat bilan immigratsiya tartib-qoidalari to'liq qayta ko'rib chiqilgunga qadar vizalar berilishi vaqtincha to'xtatiladi. Bu masala yuzasidan Tashqi ishlar vazirligi axborot xizmati rahbari Ahror Burxonovning ma'lum qilishicha, ayni damda O'zbekiston fuqarolari uchun AQSh vizalari odatdagi tartibda ko'rib chiqilayotgani va hech qanday cheklov joriy etilmaganini bildirdi. Eslatib o'tamiz, 2025-yil dekabr oyi oxirida AQShning O'zbekistondagi elchixonasi Green Card dasturi doirasida immigratsion vizalari berilishi vaqtincha to'xtatilganini ma'lum qilgan edi. Suhbatlar o'tkazilgan bo'lsa-da, vizalar rasmiylashtirilmagan.